Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini görüşünglarni qarşı alamiz. Aldı bilan xəbərlərimizning asosiy mazmunlarini tanıştırırız. Sherqiy Türkistanda İshlepchiqirish Bingtüənining xizmət dairəsi kengaytirilməkdə. Amérika Xitay tajovuzchilarini ئادەم ئەتكەسچىلىكى جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىدى. ئافغانىستان ئەسكىرىلىرى تالىبان ھۇجۇمىدىن قېچىپ تاجىكىستاندىن پاناھلىق تىلىدى. Sağlamlıq haqida. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay axbaratlarının İshlepchiqirish Bingtüəni haqidagi xəbərləri Sherqiy Türkistandagi bu organning barğancha taraqqiy qilib kuchayotganligini ko'rsatmoqda. Xitay taratqullarining xabar qaraganda atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq partikomining muavin sekretari, İshlepchiqirish Bingtüəni partikomining sekretari Wang Junjing 2-iyul Bingtüənining kengaytirilgan yig'inida so'z qilib, İshlepchiqirish Bingtüənidagi har darajalik o'rinlar va partiya a'zolaridan Xitay kompartiyasining atalmış qizil geniga varislik qilib, kommunizm e'tiqodini mustahkamlab, Xitoyning atalmış Şinjanni tuzash va tartibsizlik siyosatini izchillashtirishni, atalmış Şinjan xizmatining bosh nishonini amalga oshirishni İshlepchiqirish Bingtüənining mas'uliyat qilishini talab qilgan. Xabarda aytilishicha, Wang Junjing bu qitimliq yig'inda Bingtüənidagi kon askarlarning atalmış Şinjanni qo'g'dash va gullantirishdagi inqilobiy ro'yiga varislik qilish, terrorlik zarb berib muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirish, tuzumlashtirish, doimlik vaziyatga aylantirish vazifasini qat'iy ijro qilishni ta'kidlagan. Xitoy hukumati bu yilning dastlabki 4 oyida atalmış Şinjan İshlepchiqirish Bingtüənining janubdagi shahar diviziyalarining sanoat muqimligi mablag' selishni zo'r darajada ko'paytgan bo'lib, Bingtüən xabarlar to'rining oshkorlashicha, bu yilning dastlabki 4 oyida Bingtüənining janubdagi 11 diviziya shahrining sanoat muqimligiga selingan mablag' o'tgan yilning o'xshash mazgildagidan 72.8% oshgan. Bu ahvol Bingtüənining shimoldagi diviziya shaharlarida aran 2.7% ekan. Bu mazgil ichida Bingtüənining umumiy sanoat muqimligiga selingan mablag' 18.4% oshgan bo'lib, konchilik selingan mablag' 36.4%. İshlepchiqirish selingan mablag' 35.13% oshgan. Shuning bilan bir vaqtda İshlepchiqirish Bingtüəniga davomli ko'plab xizmatchi qabul qilinib, odam ko'paytirishni tiziltayotganligi, 25-iyun jamiyatdan tan salomatligi va psixologik sopasi xizmatining hudisidan chiqalaydigan 858 nafar xizmatchi qabul qilinganligi, har xil e'tibor berish siyosatlarini, imtiyozlarni e'lon qilgan. Bu vaziyat Xitoy doiralarining Bingtüən sanoat ul aslalarini janubdagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarga o'tkib, uni janubdagi oblast, viloyatlarga shiddatli kengaytirayotganligini ko'rsatgan. Yaqinda Xitoyning Bingtüən xabarlar to'rida Bingtüənining 1981-yil asliga keltirilishi munosabati bilan bir media maqolasi e'lon qilingan bo'lib, İshlepchiqirish Bingtüənining atalmış shonliq tarixiy va g'oyat zo'r muvaffaqiyatlari tanishtirilgan. İshlepchiqirish Bingtüəni 1954-yili Xitoy generali Wang Junning boshchiligida qurilgan bo'lib, eng dastlabda Xitoy xalqi ozodlik armiyasi Şinjan harbiy rayon İshlepchiqirish Bingtüəni deb atalgan. 1975-yili bekor qilingan bo'lsa-mu, 1981-yili Wang Junning qayta iltimos sunishi bilan Deng Xiaoping uni asliga keltirgan. Shuningdek, keyin İshlepchiqirish Bingtüən burunqi bazalar asosida taraqqiy qilib, Sherqiy Turkistondagi suyi mo'l, tuproq munbat joylarni bir-birlab yutib olishga boshlagan. Va bugungi kunda yezigilik bilan sanoat birlashgan g'oyat zo'r harbiy, iqtisodiy va ma'muriy gavdaga aylangan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Wang Junjingning bu talablari Xitoy kompartiyasining Bingtüən o'rinlaridan kutadigan talab va umidlarni aks ettirganligini, Bingtüənining yaqinda ko'p ta'kidlayotgan atalmış islohotni cho'nqurlashtirish, islohot mevalarini qo'g'dash, harbiy tuzum va bir tutash boshqarish afzalligidan foydalanib, atalmış Şinjanning iqtisodini taraqqiy qildirishga yetakchilik qilish taktikalari bo'lsa, Sherqiy Turkistonni Xitoyning harbiy va iqtisodiy bazasiga aylantirish ekan. Xitoy kompartiyasining 1954-yili Bingtüənni qurish maqsadi Sherqiy Turkistonni Xitoy kompartiyasining mangulik mustamlikasiga aylantirish uchun bo'lib, necha 10 yildan buyon atalmış Şinjanda muqimlik o'rnatish bosh nishon qilinganligi uchun İshlepchiqirish Bingtüənining o'rni alohida yuqori ko'tarilgan va taraqqiy qildirilgan. İshlepchiqirish Bingtüənining qurilishidan tortib bugungi taraqqiyotiga nazar solganda, kommunist Xitoy uni Sherqiy Turkistonni tutib turishning eng muhim halqasi hisoblab, ko'z qarchig'idek asrab, cho'ng qilib bugungidek holga kelgan. Xitoyning ta'biri bo'yicha aytganda, Bingtüən xohlaganda dehqon, xohlaganda askar bo'la oladigan alohida qo'shin bazasi, chegara rayonini qo'g'dashning mustahkam qal'asi bo'lib, Sherqiy Turkistonni tutib turishning kafolati hisoblandi. Shunga Xitoy hukumati har qaysi tarixiy davrlarda mayli qandoq badal to'lashidan qat'iy nazar İshlepchiqirish Bingtüənni saqlab qolgan va taraqqiy qildirib kelgan. Odam ətkəsçiliki bugungi dunyodagi eng og'ir kishilik huquq masalasi. Shundaqla eng yerginishli jinoyatlardan biri bo'lib, Amérika Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning odam ətkəsçiligining ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni qo'g'dash qonunining talabiga asosan 2000 yildan boshlab har yili odam ətkəsçiligi dokladini e'lon qilib kelgan edi.
1 iyul kuni Amérika Xitay ministerligi 2021 yillik odam ئەتكەسچىلىك dokladini e'lon qilib, dunyodagi har qaysi davlat hukumatlarining odam ئەتكەسچىلىكىga zarb berish tirishchanligiga baho berib, odam ئەتكەسچىلىرىga qanday zarb berish va bu jinoyatning qurboniga aylanganlarga qanday yordam berish tadbirlari bayon qilingan. Bu yilgi doklad 21 qatimliq doklad bo'lib, dunyodagi 188 davlat va rayonga, jumladan Amérikaga munosabatlik odam ئەتكەسچىلىكى masalalari doklad qilingan. Yig'inda Amérika Tashqi ministri Antony Blinken dunyoda kunsiri eg'irlashayotgan odam ئەتكەسچىلىكى jinoyatiga kuchli zarb berishning ta'xirsiz masala ekanligini, buning uchun har qaysi davlat hukumatlari, tashkiloti va shaxslarning birlikda harakat qilish kerakligini bildirib, odam ئەتكەسچىلىكىنىڭ yer shari xarakterlik bir krizis, insonlarning g'oyat zo'r azobining manbasi, yo'shirin jinoyat ekanligini, ba'zida u vaqtda aniq sonliq ma'lumotlarni bekitish va mo'ljarlashmi tezki to'xtaydiganligi. Dunyoda hozir 25 millionga yaqin inson odam ئەتكەسچىلىكىنىڭ ziyonkashligiga uchrayotganligini, buning ichida nurg'unlari jinsiy mulozimat ishlariga selinsa, yana nurg'unlari zavod va dehqonchilik maydonlarida qo'l qilinib va yoki qurolliq tashkilotlarga kirishga majburlanayotganligi, ziyonkashlik uchirg'uchilar ichida yana 1 milliondek bolalar borligini, bu jinoiy qilmishlarning inson haqlariga qilingan tajovuz, insonlik hurmati qilingan haqorat ekanligini, har bir vijdonli kishilarning bu jinoyat bilan kurash qilish kerakligini bildirgan. Antony Blinken so'zida o'tgan bir yilda odam ئەتكەسچىلىرىنىڭ koronavirus yomg'irgan fursatdan foydalanib, ko'plagan jinoyat sodir qilganligini, internetga o'xshash texnikalik vositalarni qo'llanib, har xil jinoyat torlari va jinoyat usullarini paydo qilganligini, shundaqla bu jinoyatni shakllantiradigan omillarning davlatdagi cheriklik, nomrodlik, ma'rifdagi qaloqlik ekanligini o'tirib qo'yib, hukumatining o'zini ئەتكەسچى bo'lgan 11 davlatni, bo'libmi Xitoy Kompartiyasining odam ئەتكەسچىلىكى eg'ir va jinoyatini qo'llayotgan davlat ekanligini alohida ta'kidlagan. Ma'lumotlarga qaraganda odam ئەتكەسچىلىكى bugungi dunyoda zahar ئەتكەسچىلىكى, qurol ئەتكەسچىلىكىdan qolsa 3-chi cho'ng xalqaro jinoyat bo'lib, insonlarni aldash, majburlash, qo'rqitish vositalari orqali ishga selish, to'y qilish, jinsiy qul qilish, ifat savdosiga selish, hatto organlarni setish qatorliq jinoyatlarni o'z ichiga oladi ekan. Mo'ljallanishcha butun dunyoda hozir 20 milliondan 40 milliongacha inson zamonaviy qulga aylantirilgan. Bularning 71% ayollar bilan bolalar ekan. Odam ئەتكەسچىلىرىنىڭ yilda topadigan harom puli taxminan 150 milliard dollar atrofida bo'lib, buning ko'p qismi ifat savdosidan keladi ekan. Odam ئەتكەسچىلىكى jinoyati agar hukumatning qo'li bilan olib berilsa, intayin qo'rqinchli oqibat paydo qiladiganligini. Xitoy Kompartiyasi dunyo bo'yicha eng chong odam ئەتكەسچىلىك guruhi bo'lib, 5 milliondan ortiq Uyg'urlarni tutib, zavodlarda ishlamchiqilishi, ayollarni xo'rlab Xitoy bilan to'y qilishga majburlash, odam organlarini setishi uning naq jinoiy paketlari ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishimi bu jinoyatga keng imkoniyat yaratib bergan bo'lib, buni planlagan va ijro qilgan Xitoy hukumat amaldorlari bosh jinoyatchilar hisoblandi. Amerikaning sobiq tashqi ministri Mike Pompeo 1 iyul kuni Twitter uchurida Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini baholab, uning Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi zo'r ko'lamli qatl amlo va irqiy qirg'inchilik, har xil jinoyatlar bilan to'lgan bir asr ekanligini, hech qanday bir siyosiy partiya Xitoy Kompartiyasidek jiq odamning jiniga zomin bo'lib boqmaganligini bildirgan. Taliban hücumlardan qaçqan mingdan ortiq Afg'oniston askari Afg'oniston chegarasidan o'tib Tojikistondan panohliq tilagan. Tojikiston davlat bexatarlik komitetiga qarashli chegara mudofaa qismlari axborot ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Talibanning Afg'onistonning Badaxshan viloyatiga qarashli Xo'xon, Shikay, Nusay, Muhimay, Shungun va Sulton o'ltiraq rayonlariga hujum qilganligini, hujumdan qaçqan 1377 dan ortiq askarning davlat chegarasining o'xshamagan joylaridan Tojikistonga o'tganligi bildirilgan. Hozir Tojikiston Afg'oniston chegarasidagi vaziyatning Tojikiston chegara mudofaa qismlarining kontrolligida ekanligi ta'kidlangan. Tojikiston prezidentlik mahkamasi axborot ishxonasining bayonotida bildirilishicha, Tojikiston prezidenti İmam Ali Rahman boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ochilgan bo'lib, yig'inda Tojikiston Afg'oniston chegarasining navbatdagi vaziyati, chegara rayonlari bexatarligini kafolatga qilish va chegara qo'g'dashni kuchlantirish uchun yo'l qo'yilgan siyosatlar muzokara qilinib, Afg'oniston chegarasini kuchlantirish uchun 20 ming zapas askarni safarbarlikka keltirish farmoni tushirganligini bildirgan. Davlat chegaralarini qo'g'dash uchun chegara qo'g'dash iqtidorini kuchlantirish va ba'zi rayonlarga zapas qismlarni avatish farmoni tushirilgan yig'inda chegara qilgan jinoyatlar va chegaraga xiloflik qilishning oldini olish masalalari muzokara qilingan. Yaqin kunlarda Talibanning Tojikiston chegarasiga yaqin ba'zi rayonlarni qo'lga tushirishi bilan ikki davlat chegarasidagi vaziyat jiddiylashgan bo'lib, Talibanning hujumidan qaçqan 1500 Afg'oniston askari Tojikiston zaminida panohlangan. Tömür moddasi kamlikdan bo'lgan qon ozliq kasalining bolalarda ko'rilish nisbati intayin yuqori bo'lib, ko'pincha 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'ida yuz beradi. Ammo uning kasallik alomati yoshirin bo'lib, dastlabki mezgildagi kasallik alomatlari tipik bo'lmag'achqa, doim ota-onalar tarafidan sal qarilib,
doim qon ozliq og'irlashganda yoki salomatlik tekshirtganda ondan bayqaladi. Tömür moddasi kamlikda bo'lgan qon ozliqning bolaning o'sib yetilishiga bo'lgan ta'siri zo'r bo'lib, bolaning bo'y egizligi, aqliy iqtidori, immun sistemasining yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi tömür moddasining kamlikdan bo'lgan qon ozliqni davolashda asosligi tömür moddasini to'liqlash va kasallik sababini yo'qotish asos qilindi. Birinchi, bolaga qo'shimcha yemaklik qo'shishga boshlaganda oldi bilan yuqori tömür moddasi tarkibli go'rish unidan boshlash tavsiya qilindi. Shuning bilan birga tarkibida tömür miqdori yuqori bo'lgan yemakliklarni qo'shish, masalan, qora go'sht, hayvonot chigiri, tuxum seriqi, qayrin quloq, dengiz yusini qatorliqlar. Ikkinchi, agar yemaklik orqali to'liqlashning unumi yaxshi bo'lmasa, yemaklik orqali davolash asosida tömür to'liqlash dorilarini ichishga bo'ladi. Uchinchi, tomoqni muvofiq o'rlashtirish, vitamin C, yog' qatorliqlar tömür elementining so'mirilishini ilgari suradi. To'rtinchi, uzun muddat oz miqdorda qon sirg'an bolalarga qarata asli kasallikni davolash asosida qon ozliqni tuzatganda ondan yaxshi davolash unumiga erishgan bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.